O'zbek ayollarining sumkasida yo'q narsani o'zi yo'q. Shuni hurmat qilgan holatda opaginam videoga bitta like bosib turing. Siz uchun sumkangizda ko'p joy egallamaydigan soyabonlarimizga yetib keldi. To'g'ri eshitdingiz. Bu soyabon uzunligi xuddi shunaqa turishda 18 sm bo'ladi. Og'irligi 180 gramm. Sizga umuman ortiqchalik qilmaydi. Bu turib ko'chada ketasiz, yomg'ir yog'ib qolgan bo'lsa, boshqa ob-havolarda quyosh qattiq qiziryapti, chilla kelib qolgan bo'lsa ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. O'zingiz uchun faqat boshqa hech kim sig'maydi. O'zingizga juda ham qulay. Ham narxi bor, juda ham ideal. Siz yoqtiradigan sifra bor ekan, 100 ming so'm atiga. Tasavvur idealniy narxlardan bittasi. Videoga like bosishga tayyormisiz? Qani tomosha qiling. Ko'rishingiz mumkin, sifati juda ham zo'r, ham yengil, udobli narsa. Buni oldin ham sotganmiz, sifati yaxshi bo'lgani uchun ko'pchilik so'ragan uchun Paftonli zavodga keldi. Rangimi dotdi, rangi juda ham sochlimi? To'g'ri, sochli qotgan bo'lsa, siz uchun tomli rosetkasi bor. 1, 2, 3, qo'limdagi 4. Ib xolasangiz bardoyni ham salgina yarkiroq sveti bor. Xuddi shunaqasi и sinisini ham to'qirog'i bor. O'zingizga yoqqan rasvetkasini bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bolalarga siz bitta-bittalab ochib tekshirib, sizga rasmga tashlab berishadi. Dastavkamizda butun O'zbekiston bo'ylab ishlaydi. Agar kelaman desangiz, manzilimiz Janubiy vokzal to'g'risi Vega Center 2-qavatda. Siz uchun doimo xizmatdamiz.